Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz tomdamiz. Tomga shunaqa bir bochka o'rnatganmiz. Shuni bir obzor qilib beramiz. Qani. Bunimiz 300 litrli bochkamiz. 5 santimetrli mini vatidan 2 qavat qilib o'raganmiz va ustiga folgadan. Ostiga shunaqa birga bir paddon qildirganmiz. Tunikadan. Devorlarimiz 10 santimetr. Va bu yerda slif suv ketishi. Bunimiz 32 lik turbadan avariyaviy slif qilganmiz. Va bu ham 50 lik turbaga ulanib ketgan. Va bu turbamiz 20 lik turba. Shunaqa izolyatsionni turbamiz va ustiga chexol keltirib qo'yganmiz. Bunimiz kirishimiz. Kirish ichkarida populok bor. Va bu yer chiqishimiz. Chiqib nasosga qarab ketyapti. Bu bochkamizni ham nasos to'ldiradi va nasos shundan tortib oladi inshaalloh. Buni ham bir obzor qilamiz. Mana do'stlar, bochkamiz ichi populok turibdi. Tozalab qo'yganmiz inshaalloh. Hozir bunimizni past tomondan ham ko'rsataman. Mana do'stlar, bu pastdan ko'rinishi. Bu yerimiz suv kelib bochkamiz to'ldiradi va bu yerdan nasosga tushadi. Bu yerimiz paddondan tushyapti suvimiz va bu avariyaviy 32 lik turbadan tushayotgan suvimiz tushib bu yerimizda nasos bo'ladi. Bu yerda ham nasos bochkani to'ldiradi va bochkadan tortib hammomga haydab beradigan sistema qilamiz. Inshaalloh bularni ham bir obzor qilamiz. Bu yerda dushovoy xonamiz ichida trapimiz, dushovoy smesilarimiz, bu yerda boiler bo'ladi. Rozetkalarimiz va bu nasosning rozetkasi bo'ladi. Bu yerimizda rakovina bo'ladi. Inshaalloh. Do'stlar, videoni kuzatib boringlar. Inshaalloh bitgan holatni ham chiqaramiz.